Fardinxon mashhur hind aktyori, rejissyori va prodyuseri Feroz Xanning o'g'li bo'lib, hind kinosida o'ziga xos o'rin egallagan aktyor. U o'zining aktyorlik mahorati, jozibali tashqi ko'rinishi va turli janrlardagi rollari bilan tomoshabinlar qalbidan joy olgan. Fardinxon 1974-yil 8-martda Mumbayda tug'ildi. Otasi Ferozxon mashhur aktyor va rejissyor. Onasi Sundari esa Sindhi hindulardan. Fardin Jamnabai Narsi maktabida tahsil oldi. So'ngra AQShning Massachusets Amherst universitetida biznes boshqaruvi bo'yicha tahsil olib, bakalavr darajasini egalladi. Aktyorlik mahorati bo'yicha esa Kishor Namit Kapur aktyorlik institutida o'qidi. Fardinxon kino olamiga 1998-yilda otasi rejissyorligida suratga olingan Prem Aggan filmi bilan qadam qo'ydi. Ushbu debyut roli uchun u Filmfare mukofotining eng yaxshi debyutant aktyor nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Keyinchalik u Jungle, Pyar Tune Kya Kiya, Bhut, No Entry kabi filmlarda muvaffaqiyatli rollarni ijro etdi. 2010-yilda Dulha Mil Gaya filmidan so'ng u aktyorlik faoliyatida tanaffus qildi. 2024-yilda Fardinxon Sanjay Leela Bhansali rejissyorligida suratga olingan Hiramandi web serialida Vali Muhammad rolini ijro etib, kino dunyosiga qaytdi. Bu roli bilan u yana tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Shubhasiz, Fardinning kino olamiga qaytishi muxlislar uchun quvonchli yangilik bo'ldi. Fardinxon 2005-yil 14-dekabrda aktrisa Mumtozning qizi Natasha Madhvani bilan turmush qurdi. Ularning Diana Isabella Xon ismli qizi va Azarius Xon ismli o'g'li bor. Afsuski 2025-yilga kelib ular ajrashdi. Fardinxon yaqinda Akshay Kumar va boshqa bir qator hamkasblari bilan birga Bari butunlik 5 filmida suratga tushishni yakunladi.